Tasavvur qiling, sizga kutilmagan katta mablag' kelib tushdi. Meros, bonus yoki biznesingizni sotdingiz. Shu lahzada siz muhim tanlov qarshisida qolasiz. Bu pulni hozirning o'zidayoq investitsiya qilish kerakmi yoki vaqtga bo'libmi? Ikki xil yondashuv. Bu yerda ikki xil strategiya bor. Lump sum, ya'ni barcha pulni darhol tikish yoki dollar cost averaging, pulni har oy kichik bo'laklar bilan 1 yil davomida investitsiya qilish. Guruhlarning maslahati va qo'rquv. Ko'pgina moliyaviy maslahatchilar DCA ni xavfsizroq deb aytishadi. Chunki bu hissiy xavfni kamaytiradi. Ammo matematik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, bu maslahat ko'pincha moliyaviy jihatdan zararli bo'lishi mumkin. Matematik haqiqat. Tarixiy ma'lumotlar shuni isbotlaydiki, lump sum bir yo'la investitsiya qilish 70% holatda DCA dan ko'ra ko'proq foyda keltiradi. Sizning eng katta dushmaningiz bozor tebranishi emas, balki bo'y berilgan vaqtdir. Psixologik tuzoq. Biz DCA ni yaxshi ko'ramiz, chunki u bizning pulimizni emas, balki egomizni himoya qiladi. Biz pulimizni tikkanimizdan keyin bozor tushib ketishidan qo'rqamiz. Lekin bu qo'rquv bizga qimmatga tushadi. Inflyatsiya va murakkab foiz boy berilishi pulni naqd ko'rinishda chetda ushlab turganingizda, uni har kuni inflyatsiya kemiradi. Bozor kapitalni markaziy banklar pul bosib chiqarishidan ko'ra tezroq o'stirish uchun mo'ljallangan yagona mashinadir. Bozorning o'sish tendensiyasi. S&P 500 ma'lumotlariga ko'ra, bozor har 4 yildan 3 tasida o'sish bilan yakunlanadi. Pulni bo'lib investitsiya qilish orqali siz aslida bozor tushib ketishiga pul tikayotgan bo'lasiz. Bu esa 70% holatda xato bo'lib chiqadi. Vaqt sizning super kuchingiz. Investitsiyada vaqt murakkab foiz dvigatelini harakatga keltiruvchi sehrli kuchdir. Pulni kutishga majbur qilish orqali siz uni ushbu super kuchdan mahrum qilasiz. Xavfsizlik tuzog'i. The safety trap. DCA sizni qisqa muddatli kichik yo'qotishdan himoya qilishi mumkin, lekin u sizni uzoq muddatli matematik ustunlikdan mahrum qiladi. Bozor sizning tayyor bo'lishingizni kutib o'tirmaydi. Inqiroz ssenariysi. Agar siz pul tikkaningizdan so'ng bozor darhol 30% ga tushsa ham xavotir olmang. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, hatto eng yomon tushishlardan keyin ham 5 yil ichida lump sum investitsiyasi yana DCA dan o'zib ketadi. Bino misoli. Analogiya. Buni butun bir binoni sotib olish deb tasavvur qiling. Narxlar vaqtincha tushishi mumkin, lekin bozor tiklanganda butun binoga egalik qilgan odam faqat bir nechta xonaga ega bo'lgan odamdan ko'ra ko'proq boylik orttiradi. Qo'rquvni yengish uchun strategiya. Agar darhol hamma pulni tikish sizga qattiq tashvish tug'dirsa, murosaga kiring. Pulning 50% ni darhol investitsiya qiling. Qolgan yarmini esa keyingi 2-3 oy ichida bo'lib kiriting. Bu naqd pulning chetda qolish vaqtini kamaytiradi. Xulosa va harakatga chorlov. Bozor xavfsizlikni emas, balki ishtirok va intizomni mukofotlaydi. Agar pulingiz keyingi 10 yil davomida kerak bo'lmasa, uni hoziroq ishlating va vaqt siz uchun ishlashiga imkon bering.